Sizlarga berayotgan ma'lumotlarim yoqayotganini o'zinglarni reaksiyalar orqali bildirishinglarni xohlardim. Chunki har bitta odam gapirayotganda tinglovchisiga qanchalik bu ma'lumot qiziqarli bo'lyapti, ya'ni bu suhbat qanchalik qiziqarli bo'layotgani uni reaksiyasi yoki bo'lsam ko'zlari, mana sizni qarashlaringiz bilan bilib oladi-yu, unga shu qiziq bo'layotganingiz. Menga ham xuddi shunaqa. Menga ham sizni reaksiyangiz juda ham qiziq, ya'ni yoqayotganini. Agar 1000 tadan oshsa reaksiyalar, men sizlarga mana bu yerda trenajyor bor. Buning ichida nima borligini obzor qilib beraman. Bu bilasizlarmi? Hamma narsani eng zo'rini yaxshi ko'ramiz. Tillarni ham zo'rini, brilliantni ham zo'rini yaxshi ko'ramiz-da. Men yaxshi ko'raman shunaqa narsalarni. Har bitta ayol yaxshi ko'rsa kerak-a tillarni. Mana sizlarga buning ichidagi brilliantdan ham qimmat narsa-da. Любой bitta buni bilan shug'ullangandan keyin dotlatadigan narsa bu. Ertaga obzor qilib beraman. Faqat sizlar reaksiyalar kerak.